Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadirlik Facebook'daki, YouTube'daki ve dünyanın her qaysi joylaridagi qadirli qarindoshlar, hammalariningki mushu vaqti va buningdan keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Bugun biz bu 45. son Qur'ondan nazar programmamızın 45. sonida, ya'ni 3. ayning 11. kuni Ramazonninki tunji oqshimiga to'g'ri keldik. Tunji kuni iftor vaqtiga. Hammalarninki mushu ulug' Ramazon ayini tabriklaymiz, qadrli qarindoshlar. Oldingi soatlarda ustoz Ramazon ayininki bundaq qadrli qimmatli bo'lishidagi sababninki Qur'on Karim ekanligi va Qur'onni hayotimizga tatbiqlashimiz kerak ekanligini to'g'riliq to'xtalib o'tdi. Qani ustoz Karim Abdukarim hojim qanday ahvollar, yaxshi Abdullah? Aleyküm selam ve rahmetullah. Qanday ahvallar etçimantullah. Ramazanlar Yaxshi, mübarek. Salom Ramazon mübarek olsun. 45. safar keptimiz elhamdülillah. Sefer Kur'ani sefer yine davamlaşıyordu. Bugün Ramazan'ın birinci günü ama tema Ramazan toğruluk aldık saatte sözlenip öttü. Bugün zina ve fahişe toğruluk bir mezmununu bizge təqdim qılmaqçı ediler. Kulağımız sizde. Qani merhamet. Assalamu alaikum. Dünyanın qaysi joylarida hörmətli qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrlik bo'lsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz mau bir ay yoki boshqa bir undaq bir nima to'g'riliq bir maxsus bir zamanға xas bo'lmagan bir program bo'lg'achqa bu davomlashadigan yil bo'yi. Şuna bu Ramazanның özüde Ramazanның aldida Ramazan haqida to'xtalgan bo'ldik zodi. Buningda mau zina va fohish haqida to'xtalishga navbat shunga kelibdi. Shuningga bu haqida to'xtalaylik dedik. Zina Qur'oni Karimda bir er bilan bir ayolniki nikohsiz holatda jinsiy munosabat qilganligini zina deb ataydi. Ya'ni zina degan qandaq narsa, uni ta'rif qandaq degan vaqtida zinaning ta'rifi shu hozir men degani shu. Bir er bir ayol nikohsiz holatda, ya'ni jamoatga o'ziniki er ayol, ya'ni bir qonunli holatda bir er ayollik rasmiyatini o'tab qilmasdan hech qanday rasmiyatsiz holatda o'ziniki nafsi xohishi bilan o'zining nafsini qondirish maqsadida qilgan jinsiy munosabatga Qur'oni Karim zina deydi. Zina haqida Qur'oni Karimda Sura Nur'niki 2-oyatida "Ez-zaniyatu vez-zani feclidu kulle vahidin minhuma mi'ate celde. Ve la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir vel yeşhed azabahuma ta'ifatun minel mu'minin" degan mushu oyat endi shuniki hukm bo'ldi endi. Zina qiluvchi ayol va zina qiluvchi her ikkisining o'zini fajlidu kulle vahidin minhuma mi'ate celde. 100 qamcha urush. Bu o'zi zinaniki jazosi bo'lib hisoblanadi. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Alloh oxirat kuniga ishonadigan odam bo'lsanglar, u ikkisini jazolagan vaqtida uningga mehribonlik, ya'ni yon besish bo'lishga bo'lmaydi. Yon besishga bo'lmaydi deydi. Endi ularni jazolagan maydonga bir guruhga mu'minlarning o'zini shohid qilib akilish lozim. Yani bu işler bizniki vatandimi yuz bergan nurg'un rasmiy qoidaga tushmaydigan ishlar bo'lgan bir voqealar bo'ldi. Misol keyingi zamonlarda 90-yillarniki oshqa vaqtida misol
Yamanbek e'tiqod tutib ketib bir qism odamlarniki ashunda xalqi zina qilgan er ayolning o'zini hech qanday sud yo'q holatda u vatanda sudlash hukumatning sudi bilan undaq sudlash mumkinchiligi bo'lmaydi endi zina qilibdi deb o'ltirib endi shundaq bir o'ziniki salohiyat to'shmagan shundaq shart ostida bir imomdan yoki bir mayzindan so'rab olib uning o'zini jazoladik deb o'ltirib o'tgan bundaq ishlarmi bo'lgan bizniki janub tarafida anglagan uni vatandagi har qaysi joylardami ancha muncha bo'lganligi ma'lum bo'lgan shu vaqtida bu jinoyatchilarni nima qilish jinoyatni bekitish faqat shu nimaniki qozi deb qo'ydi endi hozirgi vaqtda sudning ishi sud bekitidi uniki jazosini beradigan gap birinchidan ikkinchidan bu zina qilgan er ayolga hech bir zaman o'lim jazosi berilmaydi 100 qamcha uning jazosi agar normal ozod er va ayol bo'lgan bo'lsa agar endi u hozirgi vaqtdagi diniy olimlarniki yoki bo'lmaydi shu jamiyatlarniki ya'ni liderlarni deymiz shundoq odamlarniki baljoq yani ayoli yoki o'zi bo'lib qolgan taqdirda deganda Qur'oni Karimda sura Ahzobning 30-oyatida ya nisa an-nabiyyi man ya'ti minkum fahishatan mubayyinatin yuza'ab lahal azabu dhi'fayn degan mush oyatniki dalili bilan 200 qamcha jazo berildi degan gap. Endi hozirgi zamondagi liderlar ve olimlar, diniy olimlarniki yo'l mana shu vaqtda xalqning yo'lboshchisi hisoblangan insonlarniki shundaq rasmiyatsiz, qonunsiz holatda zina qilgan ishlari o'tirib chiqsa, uningga jazo ishkasi berildi. Qur'oni Karimdagi nimasi bo'yicha. Mana gapni boshqa yoqqa apamizmi? Haqqamdalik rasmiyatsiz, qonunsiz holatda desakchi. Bunun zinaning ham rasmiyati o'xshamamdi debchi. Endi rasmiyati bo'lsa, u nim bo'ladi endi. Xotin bo'ladi u vaqtda, u normal holat bo'ldi. Endi rasmiyatsiz bo'lgan vaqtda nim bo'ldi desa, rasmiyatsiz qilgan jinsiy munosabat zina bo'ldi. Buni aniq bilib olsak bo'ldi. O boshqa rasmiyati yo'q uniki. Endi bu nimaniki Sör Nisa'niki 25-oyatniki delili bilan yani ve men lem yestati minkum tawlan yankihal muhsinatil mu'minati fe mimma meleket eymanukum min petiyadikum mul mu'minat degan muş oyatning oxirida fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna dhi'fu ma alal muhsinat degan mushu hukmniki asosan qul er ayollar yani bir qul er bilan bir qul ayol ikkisi zina qilgan bo'lsa, uningga normal holatdagi odamga berilgan jazoniki yerim berildi. Yani 50 qamchi berildi degan gap. Endi agar bir o'zi liderga o'xshash hozirgi vaqtda yoki diniy olimlarga o'xshash shunday bir odamlar zina qilgan bo'lsa, bir qul ayol bilan zina qilgan bo'lsa, u vaqt qanday bo'ldi deganda o lider yoki bo'lmaydi diniy olim yani xalqning yo'lboshchisi bo'lgan ash insonlarga 200 qamcha qul ayolga 50 qamcha berildi degan gap. Yoki normal bir ayol bilan yoki normal bir er yoki ayol bilan bir lider holatdagi bir inson er olsun ayol olsun zina qilgan bo'lsa, u liderga 200 qamcha qul nima normal kishiga er olsun ayol olsun 100 qamchi berildi degan gap endi. Bu qoida nima qonun shu Qur'oni Karimdagi. Endi hozir hech qanday bir yerda bu zinaniki hukm nimasini jazosini darri urush, qamchi urush bilan ijro qilmaydi hozir. Endi bu nimada bu zamonlarda bu buni 1400 yil burunqi zamondagi berilgan bir hukm bo'lg'ashqa shu vaqtdagi hukmlarda
jismoniy jihatdan shundoq jazolaydigan bundaq ishlar bo'lganligi uchun Alloh taolo bu jazoni bekitganda, hozircha degan vaqtida shu jazo qonunga to'g'ri kelgan bo'lsa, shunga loyiq kelgandek holatdagi iqtisod jazo bo'lsin yoki turma jazosi bo'lsin, bundaq jazo berishga bo'ladi. Ya'ni hozir so'rava chiqib, masalan, Turkiyada ikki zinaxoning o'zini nima maydonga so'rava chiqib, 100 qamchi yoki 200 qamchi urush o'xshash bundaq jazoni berish aslo mumkin emas. Hukumat unga yo'l qo'ymaydi. Ammo uningga hukumatga da'vo qilish orqali sotlashib, uningga ma'lum miqdorda jazo, iqtisod jazo bo'lsin yoki bo'lmaydi, turma jazosi bo'lsin yoki boshqa har qanday bir jazo bo'lishini qat'iy nazar bundaq jazoni berishga bo'ladi degan gapim. Yani Kur'an-ı Kerim'deki nurgun ehkamlar var, hükümler var. Türkler tarihsel deydi, biz de onu ne deyimiz ha? Tarih. Bir zamanı xas, bir zamanı xas degan gap mi? Tarihi. Bir tarix, bir zamanı xas olgan işler qatarida hisoblaydi. Tarihsel degani endi shu bir tarixda berilgan hukm bo'lgan bo'lsa, u hozirgi zamonga kelgancha desa, uni shuni tatbiqlash orqali şu cezaniki eğer yenilikli tatbiqlash orqali hozirgi zamondagi shunga muvofiq keladigan bir jazoni bersa, yani to'g'ri bo'laverdi. Ana aytgan vaqtida misol tarihselciler deydi bu Türkçe ular qanday qaraydi ekan desalar, şu öz vaqtida shunday bir sharoitda bulungan ahvollar, shuning qarta to'g'ri. Ashchaqqa oid bo'lsa, ama machaqqa ko'tarib kelolmaydi deydigan tushunchaga ega bo'ldi. To'g'ri, to'g'ri. Qur'ondagi prinsip zamondagi har qanday makonga to'g'ri keldi. Shunga to'g'rilab uniki hukmni chiqarishga tamoman mumkin bo'lgan bir prinsip. Ammo chiqarilgan hukmniki bir qismi degan vaqtida, misol zinaxo'rniki jazolash masalasi kelgan vaqtida, misol 100 qamchi, 200 qamchi, 50 qamchi degandek bundaq o'zi qamchilab urib jazolash ishlari hozirgi zamondagi bir qism davlatlarda, ya'ni ko'pincha 99% davlatlarning hech qaysi ijro qilinmaydi bu ishlar. Ham buni sotqa bergan vaqtda o sotdimi buni qamchilang deb hukm chiqmaydi hozirgi vaqtda. Afg'onistonda boshqa yerda bunday hukm yo'q. Ham bunday bir sharoitning o'zi degan vaqtda hukumatniki nima sotqa arz qilish orqali shuningga to'g'ri kelgandek holatdagi bir jazoning o'zini bersa, u jazo yana muvofiq berilgan bo'ldi. Ya'ni Qur'oni Karimdagi jazo berilgan Qur'oni Karim shu jazoga muvofiq holatda kelgan bir jazoni bersa, Qur'oni Karimdagi shu hukm ijro qilingan bo'ldi yani. Yani hozirgi vaqtdami shu zoti qamchilab urmasak bo'lmaydi desa, uni o'zi amalga oshira olmaydigan, qilolmaydigan bir ishning o'zini da'vo qilib turganlik bo'ladigan gap. Shuning uchun buning dalqi hozirgi zamondagi shunga muvofiq kelgan jazoni bergan vaqtida shu jazo ijro qilindi, ado qilindi degan holatda bo'ladi degan gap. O hozir onda o'ta chalmaki saqib o'tiradiganlar bor. Endi bu mushu zinoniki masalasida hozirgi vaqtda misol Afg'onistonda bo'lsin, ko'ryapmiz mushu sotsial medialarda zina qilganlarning o'zini o'ltirayotgan ishlar. Ammo o'lim jazosi berildigan bir jinoyat nima degan vaqtda odam o'ldirish, qasddan odam o'ldirgan odamga Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha o'lim jazosi berildi. Bu hech qanday o'z talash tortish yo'q holatdagi bir jazo. Ammo bir odamni o'ldirmagan, hatto sahvan odam o'ldirgan odamligimi o'lim jazosi berilmaydi. Qul azod qilish va o'lguchiniki egisiga qon qarz to'lash degandek shundaq o'zi jazolar bor Qur'oni Karimda. Ammo bu zino kelgan chaqda desa, buni dalqi yezilmay qolgan vahiy degan bir narsa bor bu yerda. Eş-şeyhu ve şeyhatu iza zanaya percumuhuma degan bir narsa bor. Bu halqi qeri ayollar zina qilgan bo'lsa, uni rajm qilinglar, chalma kesak qilinglar degan shundaq bir narsa bor deb o'tirib, hozir chalma kesak qilib, o qeri emas, yoshlar nim qismi
zina qilgan bo'lsa-mu, chalma kesak qilib o'ltirgan ko'rinishlarni biz ko'rdik shu nimadimi Suriyada Daeshlik kelgan vaqtida shunday zina qilgan tutib olib, chalma kesak qilib o'ltirganlik shunday videolar chiqdi misol. Bu zina qilgan odam bir odamni o'ltirmadi. Bir odamni o'ltirmagan bir kishining o'zini o'ltirish, ya'ni o'lim jazosi berish bu Qur'oni Karimda aslo mavjud emas. Chalma kesak qilish hech qanday bir yerda mavjud emas. Hozirgi vaqtda Afg'onistonda mengsiga shu tapancha otadi ekan. O'yliqi masalan nurg'un odam shariat davlatini qo'llaydi yoki islomni yashadim, shariatni yashadim deganni nima bilan ifodalaydi desalar, Shu chiqiblam ashadamni chalma kesak qilib tashlab o'ltiralisa, o jamiyat islomiy jamiyat bo'ladi. Shariatni ijro qilgan bo'ladi. Odamni shariatni yashagan bo'lib, endi islomiy davlatda yashaptimi debchi ayni o'ylaydi. Shu 10 minglagan, 10 minglagan bizning Uyg'urniki ashyoga ketishimi ayni bir narsani orzu qilib o'tirliq bo'ladi. Kallasing shu narsa bilan yurib o'tirliqda. Ammo sizlar hozir bu Qur'on Karimda o zina tugul odam o'ltirsa undan keyin u o'ltirish. Bo'lmasa zina deganninki bu gunohninki jazosi unda bu odam o'ltirish emas, bu xato deb atalash, shundaymi? To'g'ri. Qur'oni Karimdagi nimasidan qarg'a vaqtida bu chalma kesak qilish, uni o'ltirish ishlarining o'zi tamoman Qur'onga zid, ya'ni islom dinida bo'lmagan bir hukmlar degan gap endi. Bu nima deb desa, Umayya Abbosiya sulolasi zamonida yozilgan shu fiqh degan bir kitob bor. Ash fiqh kitobda bor bu. Bu fiqhning o'zi bu islom emas. Mana aytgan vaqtda u narsalar islomdagi ba'zi bir ahkomlar u yerda o'rin olgan bilan asosan nurg'un yerlari u islomdagi, ya'ni Qur'oni Karimdagi hukmlarga to'g'ri kelmaydi odatda. Mana hozirgi eng oddiysi shu zina babidimi? Bir zina qilgan ayolning o'zini apirib o'tirish deganning o'zi bu hech qanday bir insonlik odatda bir insonning kallasidan o'tmaydi. Alloh taolo bir odam o'ltirmagan bir odamning o'ziga o'lim jazosi berish ham o'zi aql qabul qiladigan bir narsa emas. Uning uchun bu shariatni ijro qildik deb o'tirib, bu Qur'oni Karimga, islomga tamoman zid keladigan, islomda yo'q, insoniyatga ham o'zi qattiq bir zulm olib keladigan bunday bir narsalarni ijro qilish bu og'ir bir jinoyat. Endi bu tamam uni o'ltiring demaydigan 80 qamchi uring debdi. Bu 80 qamchi urishdagi hikmat nima endi buning uchun? Endi shu vaqtlik sharoit bo'yicha bir ibrat og'zish mushoqi bir turkum musulmonlar, ya'ni mu'minlar shu surunga kelsin, jazolangan jinoyatchini jazolagan surunga kelsin, shu yerda jazolansin deb Qur'oni Karimda aşı buyruq berilibdi endi. Ashni qaragan vaqtida insonlar bu zina qilishdan yiroq turish. Ya'ni Qur'oni Karim zaten bu zina borasida zinani qilmanglar deb hukm hech qanday yerda undaq bir buyruq bermagan, zinaga yaqinlashmanglar deylik. Wala taqrabu zina deylikda. Zinaga yaqinlashmanglar deganning o'zi zina qilish zinani yaqinlash tarafina ko'p bo'ldi. Misol biz burunqi programmada deb o'tgandek, misol erlar ayollarga yomon ko'zda qaramasin. Ayollar erlarga yomon ko'zda qaramasin. Bir-biriyle gaplashgan vaqtidami o'zaro bir-birisi bilan insondek gaplashsin, ilqidek payg'ambarning ayollariga xitob qilgan vaqtida payg'ambarning ayollari sizlar u boshqalar gap qilgan vaqtida sal ko'nglida dadva bundaq odamlar sizni xato tushunib qoldigan darajada bundaq gap qilmang, normal holatda gap qiling deb Alloh taolo ogohlantirish berdi. Nima uchun degan vaqtida her qandaq so'zlashgan vaqtida olsun bir ayol bir er bilan yoki bir er bir ayol qarg'an olsun, her qandaq bir shart ostida u yomon niyatda, ya'ni ashuni birga bo'lsam bo'ptiki degan bir niyatni esiga kelmagan holatda muomala qilish, gap qilish bu o'z Qur'oni Karimda berilgan bir buyruq. Bu
ko'ngliga bir yomon niyatni pukkandan keyinla demak zino tarafga qarab odamniki insonniki ko'ngli zino tarafga qarab mangan bo'ladi degan gap endi. Uning uchun Alloh taolo zinoni qilmanglar demasdan zinoga yaqinlashmanglar deydi. Zinoga yaqinlashishniki usullari jiq bo'lganligi uchun zinoga yaqinlashgandan keyin o'zini kontroldan chiqaradi. Oxirgi zinoni tamomlanadigan gap bu ish. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda zina qilishdan to'smasdan zinoga yaqinlashishdan to'siqliq yaqin bo'lmagan odam zaten zina qilmaydi degan gap endi. Bu zina babı ham asosan mushu qisqa mushundaq nim qilindi, asosan buniki bir tarafi fohishiga qartilgan bo'lg'ashqa bu halqi zina haqidagi tunishtirish mushunchalik endi Qur'oni Karimda. Hem bu bugungi mavzuning ikkinchisi fohisha. Fohishani ait keng doiralik bir uqum. Fohisha satqiliq, sat gap so'z, qabih ish harakat, qabih gap so'zlarga hammasiga o'rtaq bir uqum, o'rtaq bir kelima. Uning uchun bu yerda fohisha haqida nihoyatda keng doirada Alloh taolo Qur'oni Karim to'xtalgan. Fohisha haqida to'xtalgan vaqtda birinchi yana zinoniki bir turi bo'lgan ishlarni bayon qilgan. Misol Sura Nisa'niki 15-oyatida Vallati yatinal fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila degan mush oyatning o'zini bu oyatni nurg'un o'zi tarjima kitoblarda va tafsirlarda olsun asosan mansux deb bekitib o'tliq. Bu oyatning tarjimasi ayollar. Sizlarniki ayollaringlar fohish qilgan bo'lsa, uning 4 guvohchining o'zini keltiringlar. Agar o 4 guvohchi guvohlik bersa, bular rost fohish qilgan desa, u vaqtda ularning o'zini o'yda tutib turinglar. Ular o'lib ketishlik yoki Alloh taolo ularga chiqish yo'li berishlik o'yda tutib turinglar deb Alloh taolo bunday buyurdi. Bu yerda ayollar fohish qilsa deganning o'zi hozirgi vaqtdagi ayollar bilan yani o'xshash jinsliklar deymiz hozirgi vaqtda ayollar bilan fohish qilganning o'zini bildirdi endi. Hozirgi vaqtda ayol o'y tutadigan, ayol bilan o'ynaydigan bundaq ishlar bor misol. Bu ishlarning o'zini davlat endi. Mushundaq bo'lgan vaqtda bu ishni qilganlik qarta 4 guvohchini keltiringlar. Agar ular guvohlikni bersa, ular alqi fohish qilgan ayollarning o'zini o'yda ular o'lib ketishlik o'y tutib turinglar. Yoki Alloh taolo ularga chiqish yo'li berishlik deydi. Chiqish yo'li qolsa degan vaqtda tövbe qilish. Bu 16-oyatda zikr qilindi. Tövbe qilib, ikkinchi o ishning o'zini qilmaslikqa va'da berib qilgandan keyin qilsa, o ayolning o'zini taloqqa chiqishga bo'ladi va boshqa bir yigitni tepib, uni bilan to'y qilib olsa, uning tamoman yo'li bo'ladi degan gap. Endi bu ayollar bilan alqi o'xshash jinsliklarniki bundaq jinsiy munosabat qilishi Qur'oni Karimda nihoyatda qattiq cheklandi. Chunki bu alqi keyingi vaqtlarda avlodlarniki oynashig'imi o'zi to'sal bo'lgan bir nihoyat qabih bir qiliq bo'lganligi uchun buni Alloh taolo fohisha deb ataydi. Endi buniki bu jinoyatlarni Alloh taolo ikki turga bo'ladi. Biri o'yning ichida haqqa jasanmasdan qilgan fohishining o'zini bildirdi. Ikkinchisi boshqalarga yetakchilik qilib, boshqalarga yo'lboshchilik qilib qilgan fohishini bildirdi. Bu vaqtda butun jamiyat tartibini buzish, shaxsiy axloq olsun, jamiyat axloqi olsun, ijtimoiy axloqlarni hammasini yoki o'zi siyosatga berib taqiladi bu narsa. Yani davlatniki siyosatining o'ziga buzish uchun ya davlatniki tartibini buzish uchun
jamoat to'plashga o'xshash mushundaq narsaning hammasi qabiy ish qatoriga kirdi. Mushuning hammasini Alloh taolo nima deydi desa, fohish deb ataydi. Endi bugun mushu fohishniki maxfiy qilinadigan tarafining o'zini birinchi so'zlaymiz. Hozir bu ayollar bilan ayollar o'zaro, ya'ni ikki ayol bir-birisi bilan mushundaq o'zi fohish qilgan bo'lsa, uni jasanmasdan yoki kishilarning o'ziga boshqalarni o'ziga o'xshash bir ishni qilishga haydashchilik qilmasdan o'zi nima deymiz ham buni jamiyat tartibiga nim qilmagan ta'sir yetkazmagan asosda qilgan bo'lsa, buniki jazosi mush tövendikidek ularning o'zini uyda tutib turish, o'lib ketishlik yoki ular tövbe qilg'ichilik. Tövbe qilgandan keyin ularning o'zini taloqqa chiqish, burunqi nimaning o'zida hozir endi bunda onda uyda tutib turish yoki turmush solab qo'yish imkoni tamoman yo'q bo'ldi hozirgi jamiyatda. Ammo bularning o'zini eyblab yurib, tövbe qildirib, qizlar bo'lsa asta bir yigit bilan to'yni qilib, uning o'zini aram topqizish bo'lsa bo'ladi endi. Buni bu burunqi kitoblarda bu az-zaniyat va az-zani degan oyat bilan bu mansux deb qaraydi-da. Endi bu ayol bilan fohish qilgan bo'lsa, buniki jazosi nima degan vaqtda uni Qur'oni Karimdan shuni olib tep beramaydi endi. Chunki bu oyatni yo'qotgandan keyin uniki jazosi yo'q bo'ladi endi vaqtida. Shuning uchun buniki vallati degan allati deganning o'zi ayollar qartildi arab tilida. Bunun uchun o'z ayollar o'zaro bir-biriga fohish qilgan bo'lsa, ularniki jazosi uyda tutib turish, u ayollar tövbe qilishlik holatda tövbe qilgandan keyin uning o'zini taloqqa chiqishga ruxsatni qilish va bir boshqa er bilan to'y qilaman desa, uni to'yini qilib qo'yish chiroyliqcha bu bo'ladi. Endi 16-oyat mushu sura Niso'ning 16-oyat degan vaqtda vallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa'in taba va aslaha fa'arizu anhuma innalloha kana tawwabar rahima. Sizlardan ikki er bilan hozirgi vaqtda o ishlar nihoyat ko'payib ketadi jamiyatda. Er bilan mushundaq o'zi fohish qilgan bo'lsa, u ikki erning o'zini qattiq o'zi ayblangli. O'tkidek ham fa'azuhuma deganning o'zi o'tkizib turib ularga zodi jeni takkida qilib turib, shundaq o'zi ularni qattiq ayblangli. Agar u ikki er tövbe qilib o ishdan yenib va aslaha o'zini isloh qilsa, ya'ni o'zini tuzatsa, fa'arizu anhuma. O ikkisini o'zi o ishni bo'ldi qilinglar. Ya'ni ayplash ishini to'xtatinglar shu yerda. Chunki Alloh taolo tövbeni qabul qiluvchi marhamatli zotdir. Ya'ni hozirgi vaqtda nurg'un odamlarni so'rasak, ayollar bilan, erlar bilan mushundaq fohish qilgan vaqtda bularga jazo nima degan vaqtda jazo o'lim jazosi deb ko'zini yumib nima hukmni berdi. Birinchi bu Qur'oni Karimni aqtirish kerak. Qur'oni Karimning o'zida uchiq mana bu nimaniki hukmning o'zi uchiq turdi bu yerda. Er bilan o'zi fohish qilgan bo'lsa, uniki jazosi qattiq ayplash o ishning o'zini. Jamoatning ichida jamoat ichiga olmay, uning o'zini ashundaq qilish orqali endi qattiq ayplash, uningga azod deganning o'zi mana shu vaqtda shu jeniq o'tkidek holatda ashundaq qattiq o'z azolash uning o'zini tillab haqoratlash emas. Sen odam degandekchi. Agar ular iza ahanetga qo'yishmi? Iza ahanet qilib ashundaq ishini to'xtatish uchun bu shundaq o'zi nim qilish, azo qilish va ularning o'zini qattiq ayplash. Agar ular o ishini to'xtatsa, u bo'ldi azo qilishning o'zini bo'ldi qilish. Demek müşerik fa'in taba ve aslaha degan mushu kelimenin o'zi mushu yerda 15-16 oyatning ikkalasiga o'rtaq bir hukm. Ayollar o'zaro zina qilgan vaqtdami, agar o ayollar tövbe qilsa, uni taloqqa chiqishga ruxsat qilish, boshqa bir er bilan to'y qilishga ruxsat qilish. Erlar birisi bilan fohish qilgan taqdirdami, ularning o'zini qattiq azo qilgandan keyin o erlar tövbe qilib
özünü tüzetse, bu özü aza kılışının özünü boldu kılış. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hüküm bu. Bu hiçbir zaman özü Kur'an-ı Kerim'deki ezzaniyeti ve ezzani degen ayetlerden bu mensup olmaydı. Çünkü ezzaniyeti ve ezzani degenin özü bir ayal ölen zinakanı köstüdü. Ma ikisinin özü er ölen ayal ölen kan payişinin özünü köstüdü. Elke 4 tane şahit degen kaysı işkil o hem zinakorga hem bu payiş kılganlığa Ya, hemmisiga bundan emas. Ma şu faqatla ayallar öz ara payiş kılgan bolsa, o ayalniki ata-anası eğer toy kılmagan bolsa, toy kılgan bolsa iri şundaq zina kıldı, payiş kıldı bula degen bolsa, onunğa 4 tal şahit keltiriş ayallarga has kılıngan. Çünkü bu yer ayallarniki ayallar nayt tiz elqi bir undaq eyipli çaplanıdıcı. Doğru. Elqi eri yo'qniki ericik deydigan bir gap var. Erler näme jürse onu undaq oңай bir undaq eyiplaşlar oңай bolmaydı. Lekin ayallarniki şundaq eri olmagandakillar palany qaş berip ketdi, andaq qıptı, mandaq qıptı dep oңayliki elqi bir näse aqsın özü çaplanıp durdu. Şunun üçün Allah Taala ayallarniki undaq elqi adaletsiz halatda eypleniş, haqaratga uçraşını to'sib qilish uchun agar o'zi sen ashundaq desang, aşı gaping rost bo'lsa, 4 tane guvochingni akel bu yerga degan gap hamdi. Agar uni akela olmasa, demakki o odam yolg'onchi degan gap hamdi. Bo'htonchi degan gap. Hamda bu ishning o'zimi agar ayol bilan er bilan shundaq o'zi fohishining o'zini qilgan taqdirda ular başqalarının özüge ülgü olup başqalarının aşındaq işini qilishqa başlamçı olmasdan özü məxfi halatda öyde qılgan bolsa, bular berildigan jaza muşu degan gap. Muş yuqorqi deyilgan jaza berildi. Hamda yana buningdan boshqa hozirgi vaqtida erlar masalan bir öyde xotin ikkisining o'zimi elqi qalaymagan mundaq elqi nayati sat qiliqlarni qildigan er ayollar bo'ldi misol hozirgi vaqtning o'zida. Buni hamda ma videoni va ekronni olib deyishim qiyin bir narsa. Misol bir vesniki bedellerinin özüne yalaşqa o'xshash har xil ashundaq o'zi sat qiliqlar bor. Bunun özümü mənim şu payiş qatarı kirdi. Payiş qabih satqılıq degan gap. Şu aşındaq bolgan taqdirda erge berildigan jaza neme degan vaqtda onu qattiq eyplash, ayolga berildigan jaza onun özüne öyde tutup turuş, o bir özüne tuzatgandan keyin onun özüne qo'yib etish. Bu özü jaza şu. Hamda ikkinchisi hayvonlar bilan misol bazen bir erler ya ayollar hayvanlar bilan o'zi munosabat o'tkazgan ishlarmi mavjud. Bu vaqtcha degan vaqtda umi yana shunday qilqi jasanmasdan qilgan bo'lsa, erlar eyiblanadi, ayollarning o'zi uyda tutib turiladi, to'yqan qadar. Ama hozirgi vaqtda yana sunniy narsalar var misol, erlar sunniy ayolning sunniy narsalari bilan ayollar erlarniki sunniy narsalar bilan o'ynab narsa qilgan bo'lsa, yana shu yuqorqi 15-16 oyatniki Sura Niso'ning 15-16 oyatdagi hukm bo'yicha ayollarga berilgan jazo yana shu yuqorqidek uyda tutib turilish, to'y qilgan qadar erlarga berilgan jazo eyiblash erlarning o'zini. Mush jazo berildi degan gap. Agar bu sirtqi jasanmasdan uyning ichida o'zi bilib qilgan ish bo'lgan bo'lsa, bu faqatla jamiyat tartibiga nima buzg'unchilik qilmaganlik sababidan ularga berilgan jazo mushu yinik holatdagi ash jazo berildi. Hamda ikkinchi tarafi bu fohishniki jamiyat tartibini buzish. Buningda misol
Payışxana etçeş. Nemelde nurgun adamla sorgan bir vaqtılda. Misal Kur'an-ı Kerim'de zina qılganlarniki cezası bakya, basqınçılık qılganın cezası yok. Oğurunun cezası bakya, bulançının cezası yok. Misalda hargışkenge hüküm bakya, qavaqxana açqanlarga hüküm yok. Degендek mushundaq o'zi bir gaplar bo'lgan bir zamonlarda. Ham buni ikkinchi tarafi shu fohishniki. Hozirgi biz degan shu tarafga tushidi. U nima degan vaqtda Alloh taolo ma yuqorida men deganga o'xshash jinoyatni ikkiga bo'lgan. Ikkiga ayirganda birisi o'zini shaxsiy qilish va boshqalarni u jinoyatga targ'ib qilmaslik yoki boshqalarga shu jinoyatchilikda boshlamchilik qilmaslik. Şart bilan qilgan bo'lsa, yuqorqi shu biz yuqor deyilgan jazo bu mush berildi. Hamda agar zinada yana o'zi haddidan eshib bosqinchilik qilgan bo'lsa, zina qilmasdan birisiniki xudniga yoki qiziga bosqinchilik qilgan bo'lsa, buning jazosi nima bo'ldi degan vaqtda Qur'oni Karimda ne gitti bu ayet? Qur'oni Karimda Sura Maid'dagi 33 oyatiga asosan İnnema cezaul lezine yuharibunallaha ve rasulehu ve yes'evne fil arzi fesadan ey yuqattalu ey yusallabu ey tuqatta eydihim ve erculuhum min khilafin ey yunpev minel arzi zalike lehum khizyun fil hayati dünya ve lehum fil ahireti azabun azim degan şu ayetlik hüküm boyunca ceza verildi. Yani bu kılıkniki yani mesela bazen baskınçılıklar var, bazen özü bulançılıklar var. Bu işlerin özü de baskınçılıkta misal bir adam bir ayalga yoki bir kızga öz baskınçılık qilgan bo'lsa, onun cezası bir kadar töven boludu. Yani bunu da nima deydi bu ayetning özüde? Bir kişi Allah ve Allah'ın peygamberiga karşı çıkan bo'lsa, yani Allah'ın peygamberiga karşı çıkan deganning özü Allah'ın peygamberi yani Allah çıkargan hükümü karşı çıkan Allah çıkargan hükümün özünü qilma deganning özünü buzib tashlagan. Birinchi nemisi bu. İkinchisi degan vaqtda va yas'avna fil arzi fasada. U ishning o'zini yer yuzida fasodga, buzg'unchilik aylantirgan. Yani cemiyet tertibi, kişisel tertip, misal siyasi tertip, devletning her xil tertiplerinin özünü buzuşqa, kişilerin mal mülki, cisman cihetteki özü, cisman cihette tehdit payda qilgan, mal mülkiga ve hayatıga tehdit payda qilgan, yoki uniki normal hayatıga tehdit payda qilgan, shunday holatdaki bir jinoyat bo'lgan bo'lsa, bu jinoyatniki yuqorisi öldürülüş, yani ölüm cezası, dağ esiş cezası, putkulu çapraz kesiliş cezası ve yunpev minel erzi. Ya ki onun tövündeki yunpev'nin özünü bu yerde nurgun tefsirildi ya ki nimilde tercümelde sürgün kılıç dep tercüm qilgan tercümeler var. Bu sürgün kılıç bu yerde tar dair tercüme. Yunpev deganning o'zini lug'atga, arabniki izoh lug'ati qarasa, buning najih ma'no berildi. Yunpev deganning o'zi, ya'ni shu o'lim jazosi, yuqorgi og'ir jazosini tövandiki iqtisod jazo, turma jazosi, ayıplash jazosi, yetim qoldirish jazosi va nimalqi yurtdan qo'g'landi qilish jazosi deganga o'xshash, ya'ni surgun qilish jazosiga o'xshash bu jazoning hammasini o'z ichiga oladi endi. Muş cezaldım birisi berildi. Yani diyen gepemdi. Hem bunun neymi diye vaqtida eğer bunun da bir misal bir ayal yoki bir qizga bosqinchilik qilgan bo'lsa, u vaqtida u bosqinchilik qilingan qizga hech qanday jazo kelmaydi. Chunki u o'z ixtiyorligi bilan qilmagan ekan, uni hech qanday jazo kelmaydi.
Basqınçılık qılğıçı degan vaqtda u bir bo'lganligi uchun uningga yoki iqtisod jazo yoki turm jazosiga o'xshash shu sud uning o'zini tekshirib muvofiq holatda shunday bir jazoni beradigan gap. Endi agar u bosqinchilik qilgan insonlar bir bo'lmay bir qancha misol 4, 5, 10'lik holatda bundaq insonlar bir bo'lib bir jamoat shaklida bir qizga yoki bir ayolga bosqinchilik qilgan bo'lsa, buning jazosi nihoyat og'ir bo'ladi. Buniki yuqorisiga hattoki o'lim jazosigachilik, tövniki qamoq jazosi, iqtisod jazosigachilik holatdagi, ya'ni og'ir jazolar berildi degan gap. Şununga o'xshash misol o er bilan bo'lgan taqdirda bir erga bir qancha er bosqinchilik qilgan bo'lsa yoki bir ayolga bir qancha ayollar fohish qilib ashning o'zini aynda qilgan bo'lsa, buning jazosimi shu jamoat shakllantirib jamiyat tartibini buzish holatiga fasod deganning o'zi jamiyat tartibini buzish holatiga o'tganligi uchun uning berilgan jazo şu işniki egir yenilik qarta yuqarqi şu Sure Maidnik 33-oyatidagi jazolarniki birsi berildi yani. Turma jazosini tatib, iqtisod jazosini tatib, taki yuqorisi o'lim jazosigachilik. Yana misol o'g'illik Qur'oni Karim jazoba ham bulanchilik kelgan vaqtda degan vaqtda bir odam bulanchilik qilgan bo'lsa, bir odamniki 5,000 ya 10,000 dollar yoki 2,000 dollar pulusini bulgan bo'lsa, uning jazosi bir odam bulganligi uchun to'van bo'ladi. Chunki uning qabilik darajasi uni yarlandırıp binas qilmagan bo'lsa, to'van bo'ladi. Agar yarlandırıp yoki uni o'ltirib etib qilgan bo'lsa, uningga o'lim jazosi berishning sirtida, ya'ni o mal mulkini uniki yoki oilasiga olamni to'ltib uni asliga keltirgan gap. Bo'lmasa, agar o'ltirib atmay uni yarlandırmagan shart ostida uningga berilgan jazo, ya'ni shu yuqorqi jazolniki birsi berildi degan gap endi. Agar bir yerga bir emas, bir qancha odam birlashib turib bulanchilik qilgan bo'lsa, bir oilaniki nemisini yoki davlatniki bankasini bulgan bo'lsa, o davlat o'zi adil bir davlat bo'lsa, o yerda xalqqa zulm qilmaydigan, holatdagi xalqniki manfaatini o'ylaydigan, xalqning orasida adolat bilan hukm qiladigan bir davlat bo'lsa, u vaqtda u davlatniki narsini bulgan odamlarga berilgan jazo yuqorqi o'lim jazosi, darg'a es jazosini tatib, toki qamoq jazosi, surgun qilish jazosi, pasportni tatib, vatansizlik jazosi deganga o'xshash, toki iqtisod jazochilik uniki qilgan ishniki eg'ir yenilik qarta shu jazoning o'zi berildi. Hamda o'tganda bir qatim bir savol so'ralgan, shu savolniki javobi shu yerda bor. Misol Sura Kahfida Musa alayhissalom bir kishi bilan ketayotgan vaqtda bir balni uchirtib qoladi, u balni o'ltirib atadi shu yerda. Musa alayhissalom bilan birga mangan kishi. Şunu Musa alayhissalom bu sen begunoh bir balning o'zini nima qilib o'ltirib atsa degan vaqtida sen keyin tushuncha berdi. Ham buniki Qur'oni Karimda yani şu yerda o'zidan qilmaganligi uning o'zi bir narsaga tayinib qolganligi haqida Qur'oni Karimda shu Sura Kahfida shuni bayon qiladi. Ham bu yerdagi narsa nima degan vaqtida u balniki tafsili shu Sura Kahfidagi bayonlarni o'qisak, u ota-onasini hatto kafir bo'lishga majburlagan mundaq darajadagi bir bola. Bu nimani bildirdi desa, atrofida buzg'unchilik qilib fasod chiqargan, hatto eng oxiriga kelib ota-onasini shundaq o'zi buzg'unchilikqa majburlab, Allohning yo'ldan chiqarishining sirtida uni kafir bo'lishga majburlagan bir bola ekanligi shu yerda so'zlandi. Demakki bu bolaning o'zi bir jinoyatda boshchilik qilgan, jamiyat tartibini buzishda boshchilik qilgan bir bola degan gap endi. Onun için o kişinin özümü Kur'an-ı Kerim'de neme şu vaqtdaki yani Allah Teala'nınki bütün özü Allah'ınki semavi kitabındaki ahkamlar hiçbir zaman özgermeyen bu başka. Demek şu adam asaslangan ahkamı yani muş ahkam şu diyen gap endi. Muşu sözdeki hüküm böyle okşaş diyen gap.
Yani muş hükümge asasen bu balının özü zeminde pasat çıkırışının sırtında pasatçılarga başçılık kılan. Mundaq bolganlygy üçin bunun özüne mana muş hükümge asasen öltügenligi nim boludu degen gep emdi. Ilqı öltügenligi oturup çıkıp degen gep. O hiçbir peygamber yoki bir insan yani Allah Taala zikr qilgan bu adam men mushunda qilgan degan bo'lsa, u Alloh Taoloniki bir qonun prinsiplarga asoslanmay turib, u yerda birsiniga jazolash, birsiga o'lim jazosi berish asla mumkin emas. Shuning uchun u payg'ambarga ilm o'rgatgan o kishining o'zi albatta Alloh Taoloniki prinsiplarga amal qilgan bir kishi. Uning uchun u yerda o balaning o'zini öldürüşte bir gulam dese 5-6 yaşlık bala dep oylap kaldı nurgun adamlar. 5-6 yaşlık emas. Arap tilinde gulam degenin özü 15 neme 20 yaş hatta 20 yaşın töpüste. Adette aşı kutlanmagan aşındaki derecedeki bala olsa o gulam ismini koyuverdi ya da. O balının özü mü adette bir grup buzgunçılığa yetekçilik kılalığı dek, başçılık kılalığı dek şundaki derecedeki bir bala diyen gepemdi. Onun için onun özüne şu cinayetlik karta öltügenligi kep çıkıdı. O ayet ne bazı suistimal kılıp şu bilir kişi dedi o biz mayda Hızır dep turalımızga bir bilim dep çıkıdı o Kur'an-ı Kerim'de Hızır dep atalmaydı bu. Şu Osmanlılar halafetlik vaktida özünün sultanlıkını, hakimiyetini, devlet siyasetinde çiң tutuş üçün meni aşağıdama şu bala kin načar bir işti kılıp çoğ ziyan etkisi ihtimalı bolğaçqa biz onu aşını öldürüp etken şoňa bizmi özümüzdeki şahsatlarının işiden şularni öldürsek buludu degen pätwany pişiritmişken burunqy nime boluşu. Şu kardeş katli dep ataydı bunu ma nimede. Şoňlaşqa ularning qilg'ini masalan to'g'ri emas nimishku bo'lmagan bir ishnichu balkim qilmas uni o shahzodani o'ldirmasa bu qotillik bo'ladi deb uni to'g'ri tushunmaydigan uni qabul qilolmaydigan qabul qilmaydigan zaten men qabul qilolmayman masalanchu menda bir undachu Doğru. Bu Kur'an-ı Kerim'de hatta ki bir ayetli var. Sizlarniki ayallarını oylaydiganlarını Allah Taala bilir deydiyor. Aydaq ayet var da. Ayallar hem de o mesela toy qılmasılda bir adette adam degenden toy qılgan bolsun bolmasın zaten bir oylaydigan işte boladı bir xoto kiş degenni. O Allah Taala aşağı deydi ki oylaganlıqның özüne günah, cinayet hesaplamaydiganlıqını gösterdi aşağı ayetning özünde. Bu nemini bildirdi dese, men bir palanı öldürüp boptike zade. Yak aşağı görüp haraqni içip atsam boptike degenning özü cinayet hesaplanmaydı. Berip şu işni qilgandekin cinayet hesaplandı. O vaqtda Allah Taala onu cinayet neme bu cinayet ötkezi degenning özüne bellaydı. Belgilgen näsigi şu vaqt düşür degan gap. Cinayet ötkezi degan prinsipga asasen onu jazalash prinsipiga düşür degan gap. Allah Taala bunu nim qildi. Bir adam o xiyal qilib qo'yganligi bilan yoki olmaydi kichik turib unda qapiga yamaraq bir bala yoki olmaydi jiqaraq qalamqa o'ynab ketgan bala bu bala cho'ng bo'lsa eski bala bo'lgan o'xshaydi deb o'ltirib atadigan yoki unda qilqi keyin mümkün hem de aşında eski adam bu kadar mümkün diyen narsalar bir adamı öldürüp etiş, cezalaş asla Kur'an-ı Kerim'de mevcut demez. Kur'an-ı Kerim'de emeli şu işini ötkezmegen kadar o adam o işindeki cinayeti hesaplanmaydı. Hatta şu töt şahidin ekel diyen mi o asana iş emez de o değil mi? Elbette. Hem de yana bu payişindeki Katar'da misal bu ayetim degende bir adil bir devletimiz var misal. Şundak bir devletimizin özde adil hakimiyetinin özünü bozup
nachar bir sistemaga nima qilish uchun, o'zgartish uchun harakat qilgan odamlar o'tirib chiqib, jamiyatni tartibini buzib, u yerda o'zi davlatniki, xalqniki, xalq davlatga, xalqqa o'z tahdid paydo qiladigan, xalqning mol mulkiga, hayotiga tahdid paydo qiladigan ishlarni qilsa, u vaqtda ham uning o'zini davlat tarafdan uni cho'nglarga o'lim jazosini tortib, yuqorisi tövniga qamoq jazosi va har xil jazoni berish Qur'oni Karimga uyg'un degan gap endi. Shuning uchun masalan Turkiyadan bo'ldi bu ishlar petotchilar degan vaqtda nurg'un odam tutib, hattoki qanchaligini o'ltirib bo'ldi bilmaymiz endi. Demakki, davlatni tutib turish uchun, ya'ni adil bir davlatning o'zini tutib turish uchun bunday qilish to'g'ri degan gap. Lekin o davlat zolim, ya'ni Xitoyga o'xshash misol. Zolim bir davlat bo'lsa, insonlarning haq-huquqining o'zini tamoman ayg'oqchi qiladigan, insonlarniki mol mulkining o'zini bulang-talang qiladigan bir hokimiyat bo'lsa, u vaqtda u hokimiyatning o'zini o'ngshash maqsadida chiqqan insonlarga bu hukmning o'zini berish tamoman jinoyat hisoblandi. Ya'ni bu odamlar buzg'unchilar emas, islohotchilar hisoblandi. Bu nachar hokimiyatning o'zini og'dirib tashlab, yaxshi hokimiyat qurish maqsadida o'tirib chiqqan insonlar bular islohotchi hisoblandi. Yani bütün o'zi tarixda o'tgan payg'ambarlar o'ziniki jamiyatidagi shu zamonga mansub bo'lgan hokimiyatni og'dirib tashlab, yaxshi adil hokimiyat o'rnatish uchun kurash qilgan odamlar misol. Bularning o'zini Alloh taolo nima deydi desa, islohotchi deb ataydi misol. Onun uchun bu yerdagi narsani olib olishimiz lozim. Hokimiyat qonxo'r, misol, shunday o'zi begunoh insonlarga shunday bo'lmag'ur narsalarni chaplash orqali, masalan, bizning vatanda jinoyatni xato yezib kelib, mush jinoyatning birisini tanla deb bir ishki jinoyatni tanlag'izib, uningdan o'zi kesilgan shunday ishlarni qilibdi misol. Qilmagan ishni majbur tanlaydigan gap endi. Mana bunga o'xshash hokimiyatlarni o'rgatish uchun, o'zining haq-huquqini tiklash uchun, o'ziniki zaminning o'zining mustaqilligini qo'lga keltirish uchun kurash qilish hech bir zaman o'zi bu qatorga kirmaydi. Ya'ni vayas'avna fil arzi fasada degan kalimaga tushmaydi bu. Jumlaga tushmaydi yani. Bu odamlar islohotchi qatoriga kiradi. Bu odamning qilgan ishini o'zi bu to'g'ri bo'ldi, bunga berilgan jazo deyish tamoman o'zi jinoyat hisoblanadi. Ondan başqa mesela bizniki bo'lib Uyg'urlarning ichida jiq tashkilot quradigan yomon jiq ishlar bo'lib ketdi hozirgi vaqtda. Tashkilotning nurg'unlari qurdi, andiki bir tal ish qilmaydi. Ish qilgan tashkilotning oqibatini gap qildi. Misol, her jamiyatda, her mesela Angliyaning o'zida bir qancha tashkilotlar va tashkilot qurmagan insonlar va bizni bayroqchi qilmayniga chiqaryapti misol. Biz bayroqchi ekanmiz. Bayroqchi bo'lib qolganligimiz uchun nimaniki shu vatanniki bayrog'ini ko'targanligimiz uchun bizga aralashmaydigan nurg'un odamlar. Bunday insonlar bor endi. Uni pishni pasatga aylantirib, har xil o'zi ish qilayotgan ayndaq nimal bor. Bu dunyoning hamma yerida bor hozirgi vaqtda. O'zi ish qilmaydi, ish qilgan odamning oqibatini pishni pasat qildi. Bu odamlarmi Allah'ın aldığı cinayetçi adam degan gap. Mush Qur'oni Karimdagi birinchi Allah'ın payg'ambariga muhariba, yani urush e'lon qilgan. Urush e'lon qilgan deganing o'zi to'g'ri ish qilish prinsipini buzib, xato ishga yuzlangan va zaminda islohot ep berayotgan insonlar qarshi ish ep berayotgan. Hozir mesela bizim yo'g'on bir ish qilayotgan yerimiz yo'q. Mush Qur'onni so'zlaymiz deb o'tirib turyapmiz. Qur'onni so'zlaganligimiz uchun Qur'onchi deb o'tirib bizni oqimizni pishni basat deb atgan insonlarmi nihoyat ko'p. Hattoki o'zini diniy olim deb ataydigan odamlar bor. Ashular bizni oqimizni gap qotgan. Hattoki bizni Dunyo Uyg'ur qurultayniki vakilligidan chiqarib o'tishimiz kerak degan insonlar bor. O'zlarining bir o'g'ri ekanligini o'zi bilmaydi. O'zi do'konga kirib o'g'irlik tutilib qolgan odamlar aslida shundoq turuqlig'in
bizni o'sha halqi qurultoyniki vakilligidan chiqarib olsak bo'ldi deb yurgan odamlar bor hozirgi vaqtda. Biz bu Sizlar maxsus qurultoy uchun xizmat qilmaymiz, Uyg'ur uchun xizmat qilamiz bu dunyoda. O chiqarmasmi qilamiz bu xizmatni, chiqarmasmi qilamiz bizniki vazifamiz zaten bu. bu hozir debdi. Bana 7-8 yıl burun bu Uyghur Akademisi mi yoki bu Qur'on Akademisi mi? Bu Abdulaziz Baştoğrak bu Uyghur Akademisida Qur'on Akademisi qilyapti. Bunun bilan ingilisligini chiqarib o'tdinglar bu yerdan. Ayda qilsanglar biz sizlarga yordam qilamiz degandek shunday gaplarni qilyapti işte. Endi bugungi kunda shu haqiqatni, to'g'ri narsani o'zini o'tirib so'zlashmi? Nəhayət qiyin, həm sözləyən adam bir cinayətçi olub hesablanğan boldu. Əlbəttə şu dini alim mən deyən insanlar biz məşədə sözləyən vaxtda bizning kam qilib qolgan yerlərimiz, ya qo'may xato ketib qolgan yerlərimiz olsa, şunun özünü tuluqlab, mən mənim qarindişim məndə kam bo'lib qoldi, şunu mən tuluqlab qo'yay desa, biz əlbəttə onunğa minnətdarlığımızı bildirimiz. Allah o adamdan razı oldu misal. Amma əməliyyatda onda bizga qarashtirishimizda Qur'onga qarshi gaplarni qilishning o'zi yetarli. Albatta. Yetarli izlashda ularga nisbatan. Albatta. Qur'onga esilsang, chin esilsang, Allohning rizoliga erishmaysan, hidoyatga erishmaysan, jannatga kirolmaysan. O deyishning o'zi hamda Qur'on yetarli emas. Deyishning o'zi hamda Allohning kitobiga ochiq %100 xato gapda, uni qarshi gap. Qarshi gap. Allah'ınki nimeleriga bayağı dediler aşıdan karşı çıkanlar hep. Şu kadar ki bizim o kadar tıkkımız yok ulan şu. Özürü dansap baksı buladık ha. Endi bu Qur'onning sirtidagi masalan ular rivoyat, fiqhiy narsalarning o'zini nazar tutadi-ku. U narsalarni biz inkor qilgan yerimiz yo'q-ku. Qur'on o'zi bevosita inkor qilyapti. Qur'onni biz o'tirib chiqargan deganlar Qur'on ash narsalar din emas deyapti. Uning o'zini biz deyapmiz-da. To'g'ri. Bu odamlar shuni tushunish kerak aslida. Din nada deyapti? Din Qur'onda deyalsa, u vaqtda u odamlar dinni tushungan bo'ldi. Agar o'z Qur'onning sirtidan boshqa narsani axlat tilini akilib, bu yerda biz din qilamiz buni desa, u vaqtda u din olmaydi. U vaqt ne bo'ldi desa, Qur'on-i Karim natija deylik. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaqulun haza min indillah. Ashning oxirida deylik misal. Mana shu o'zining qo'li bilan yozib, Allah tushungan narsani, Allohning dini ma'bud degan odamlarniki holiga voy bo'ladi deb Alloh taolo Qur'on deylik. Amaliyotda bizning holimizga voy bo'lib, hozirgi vaqtda yo'q qilish girdobiga ketayotgan bir millat endi. Bundaq bir shart asida yanılmış menvatqa yolumuz to'g'rimi xatomi deb bir qatim biz ko'zni kechirish bizning vazifamiz yo'qmi? Shu diniy olim degan odamning vazifasi yo'qmi? Biz shu Qur'onni nazar programmasini boshlagan vaqtda dedik. Bütün o'zi Ulamalar birligi, Sharq Turkiston Ulamalar birligining hammasiga shu vaqtning o'zida shu murojaatni qildik. Bizniki deganimizdan qusur topadigan ishni qilmay, to'liqlaydigan ishni qilish kerak. Çünkü bu Kur'an, bu yer devatkan, biz de devatkanımız Kur'an, bu başka bir neyse emez. Allah Teala din Kur'an deyiklik. O vaxtda sen ölüma bulsa, dünyada alim dese, xap olsa, ben ölüma tutsam deyse, o vaxtda kemezsin bu şununla. Addisi büyüyenme şu Ramazan'ın birinci günü münasebeti bilen alaydı program tayyorlab onu bulucu Ramazan'ın 30 günü doğrulab. Peygamberler kısası da bir program qilibdi da bir şu mediatik nimalarni so'zlaydigan bir ustoz yoshlar ustoz deb biladigan ustozlar da hamda. Nima debdi? Gapning beshidillam zada kitiklikda shu bu shuni odamatımızdan tatib hozir kelmish odamatimiz yarilib undan keyin uning qovurg'usidan Havvanimiz yarattı degan gapni-chu. Ashada qildida bu yoq Qur'onda yo'q bu-chu. Silama dersinde sözlediler, başka kitaplarını tercüme kıldık. Bu ayallar erlerinin adam atımızdan kovurgusunun yaratılgan emez. Kur'an'da bunda hiç kanda bir ayet yok. Bu fakatla ayallarını horlaş, olanı tutup duruş için uydurulgan nesile Yakub'un İsrailiyat. O başka Hristiyan
ve Yahudi dininden kirgen narsalar dep tushundirildik. Kitaplarni Endi tercüme qildi. buniki asli Evet. maqsadi ayollar to'liq bir inson emas. U Hmm. alqi erniki bir a'zosi, bir parchasi degandekchu. Uning uchun Hmm. o'zi ersiz uniki yashashi, u ersiz u to'liq bir odamligini namoyon qilishi mumkin emas degan yerga olib chiqargan bir narsalar bu. Ammo Qur'oni Karimda va xalaqa minha zawjaha deylik. Va xalaqa minha zawjaha deganning o'zi u odamni yaratgan narsadan Hmm. uniki ayolni yaratdi, uning jupini yaratdi deydi Alloh taolo. Hmm. Allah deyapti buning o'zini. U Rab o'zini gezib olgan nimalqi Qisasul Anbiya degan kitobni o'qib deb olgan gap. Sen u kitobni akilib Qur'onga solasiz. Qur'on to'g'ri kelsa, to'g'ri kelgan yerlar to'g'ri. To'g'ri kelmagan yerlarning o'zini ma to'g'ri emasga deyishing kerak aslida sen bir dinni o'qigan odam bo'lsang. Arab tilini bilsa, bilgandiki Qur'oni Karim qaraysa, shu yerning o'zida u chiqib turdi. Odamni yaratdi, Alloh taolo odamni yaratgan narsadan uniki jupini yaratdi. Doğru. Odamni yaratib, uniki qo'g'isini so'kib olib, uni havoni yaratdi degan bir narsa yo'q Qur'onda. Nefsin vahide. He. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, nurg'un odamlar to'g'ri nima qilmagan ekan, bizniki bu programmani xato tushunayotgan insonlar jiq. Lekin mushu Qur'ondagi mushundaq narsalarni o'tirib qo'ygan vaqtda biz burun tortib e'tiqod qilayotgan, amal qilib kelayotgan halqi dinning o'zida biz qanchalik o'zi to'g'risini aytmayaptik, qanchalik narsa sirtin chaplashib qo'yibdi misol. Bu narsalarning o'zini biz mush Qur'ondagi mushundaq ko'rsatmasiga asosan o'zimiz din deb e'tiqod qilib kelgan, amal qilib kelgan narsaning ichidagi axlatlarning o'zini chiqarib o'tib, sap dinni qaytishga bu mushuni asos qilishimiz kerak misol. Buni uzun devatimiz baytimiz mesela zina qilgan er ayollar haqidagi oyatning o'zidami zinaxo'ning o'zini chalma kesak qilib o'tirish degan misol nima masala hech qanday bir yerda bunday hukm yo'q Qur'oni Karimda. Odam o'ldirish deganning o'zi, ya'ni o'lim jazosi degan faqatla qasddan bir odam, ya'ni bir odam o'ldirgan bo'lsa, uning o'lim jazosi berildi. Sahvan misol bir yerda bir qarib narsani ko'rdi, u bir to'shqon qo'shaydi yoki bo'lmaydi bir eğikmiki deb atqanni miltiqil atdi, ammo u odam chiqib qoldi u yerdagi narsa. Bunda xatolik sababini bu qilgan bo'lsa-mu, uningga bir qul ozod qilish yoki qul ozod qilinmagan bo'lsa, uningga boshqa qon qarz to'lash va kaza ishlar bilan tugatilgan gap. Sahvan yana xatolik sababini odam o'ldirib qo'ygan bo'lsa, misol hozirgi vaqtda jiq bo'ldi bunday ishlar, mashina haydab ketayotgan vaqtida to'potli bir yerdan bir odam chiqdi, shuni olib vang'atib mashina urdi, o'lib ketgan ishlar bor. Bundaq bir shart asida o sen mashinalarni o'ldirib etding, sana ben o'lim jazosi beramiz biz deyish, bu to'g'ri bo'lmaydi degan gap. Chunki u yerda qasddan berib mashinani bostirib o'ldirib etgan bo'lsa, bu ayrim narsa. Ammo u mashina haydab ketayotgan vaqtda u urilib ketgan ishlar degan bo'ladi. Bundaq bir shart asida uni kelqi sahvan ya xatolik sababidan o'ldirilib ketganlik. O xatolik o'lgüchi tarafdami bo'ldigan gap bu yerda. O'tganda mana o videoda bir narsa ko'rsatyapti. O qiz nemisining o'zini, qiz do'stining o'zini nima qilay qiziq bir ish bo'lsin deb, eyiqniki bir narsani kiyib kelib, uni nima qilgan bo'pti, qo'qatgan bo'pti. Qo'qatganiga qiz bir qatim qo'rqib ekan, nima bir narsani ochgandan keyin o'g'il do'st ekan u. Shuni bilan yana uni kiyib tursa, ijroqni turgan odam bir miltiq tutib turibdi-ku, o ichidan birisi. Qizning qashda bir eyiq turgandan keyin u eyiqni yeb ketgan şey deb go'mmit atgan ekan, o'lgan gap bu. Xudoy. Chaqchaqdan o'zi jaqchaq chiqdi degan gap. Demak, bunday ishlar bo'ladi degan gap hamda. U odam qilgan to'g'ri, xato emas, atquchining chunki agar haqiqiy eyiq bo'lib qolsa, ani o'ltirib atgan gap hamda. Tamam. Demek ki bugünkü dersimizde şu zina, kallamizdagi an'anaviy tushuncha bo'yicha zina qanday tushunildi, uning jazosi qanday to'g'rilandi, shundaymi Qur'onga ko'ra? Ondaki fahişe meselesi. Biz fahişe dediğimiz fakatla cinsi münasebet alakadar da nerse emas, yine başka fahişe, uç günahlarınki başka türlerin var.
Dep şularni tushundirdilar. Depmi? He. Fahişe o'zi har qandaq ishdiki eng qabih ishlarning hammasini o'z ichiga oldi. Axloqiy bo'lsin, mayli o'zi jamiyatga har turli narsalar bo'lishini qat'iy nazar. Misol, fahishining ichida bir hozir vaqtda o dunyodagi davlatlarda inson haqlari degan bir narsa bor. İnsan haqlarida odatda bir odam yana bir odamni haqoratlasa, oningga o'zi hujum qilgan bo'ldi, jinoyat o'tkazgan bo'ldi, davlat uning o'zini jazolaydi odatda. Qur'oni Karimda degan vaqtda bir odam yana bir odamga yomon gap bilan uni o'zini haqoratlab tillagan bo'lsa, Qur'oni Karim uning o'zini nima deydi? Fohisha deydi. Fohisha degani o'zi sat gap, qabih gap degan ma'noni nima bildirdi. Shu vaqtda bu odamni qilgan shu gapiniki eg'ir yengillik qarta iqtisod jazo yoki turm jazosiga bir jazo berildi degan gap. Hech bo'lmasa ayplash jazosi berilgan gap. Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha. Ya'ni atrof jamoat, ey, sen odammi nemisan? Sen bekor turib bu odamni nima qundaq ayplaysan, nima qundaq tillaysan, haqoratlaysan deb, onun o'zini andaq ayplab, onu jinoyatini to'xtatgan gap. Doğru. Yani cemiyetning bexatarligiga va davlatning bexatarligiga ta'sir yetkazadiganlar ishlar bo'lsa, qonun qilib Davlatning bexatarligi, davlatniki mol-mulki, xalqning mol-mulki, xalqniki hayoti, shu narsalarga, xalqniki inovati, bir insonniki inovatiga munosabatlik, shundaq o'zi butun qilmishlarning hammasiga berilgan atalg'i nima Qur'oni Karim desa, fohisha. İşit. Allah razı olsun. Ahmetcan bir kelgen suallı bağımı ya komisa? Gap ustazning nimasi tugidi deymi? Ya davom bormi diye. Men oxirisi qarab qo'yayin jiq bu. Bunacha. Buningda shu bayatın birisi biz hayvon bilan sunniy narsalar bilan jinsiy munosabat sohasida gap qildik. Ya'ni mushuning o'zidami hattoki daldaraqdan tortib hayvonotchilik shu fohishining o'zida, misol hayvonotlarning o'zini xorlash, daldaraqning o'zini keskanmas kesib o jamiyatdagi ekologiyaga ta'sir yetkazadigan bunday ishlarni qilish. Mushuning hammasi nimaga yotadi desa, yani qabih ish harakatga yotadi. Fohishiga yotadi yani. Bunun o'zimcha degan vaqtda buningmi shu odamning qilgan ishi qarta jazo berildi degan gap hamdi. Shu yuqorqi jazo innama jazaa'ul ladzina yuharibunalloha degan shu oyatdagi mazmuni bo'yicha shu jazoga muvofiq, shu qilgan ishiga muvofiq holatda jazo berildi degan gap hamdi. Demak, bu nimani bildirib desa, yig'ib aytgan vaqtida bütün kainat, yani bütün dünyadaki mahluqlarning hammasi inson bilan o'xshash holatdagi Allah'ın aldı inson bilan o'xshash holatdagi huquqqa ega bir narsa degan gap. Daldarax olsun, hayvonot olsun, insonlar olsun hammasiniki Allah'ın aldı bir mahluq. Ularning o'ziga tushliq bir yashash haqqi bor degan gap hamdi. Ular bizga kerak bo'lmagan vaqtida, bizning uning ehtiyojimiz bo'lmagan vaqtida behuda o narsaning o'ziga zulm qilish, o narsani o'zi yo'q qilish, o jinoyat hisoblanadi degan gap. Buni Alloh taolo Qur'oni Karim nima deydi desa, fohish deb ataydi degan gap. Fohish desa bizda faqat zinoga qartildi, Uyg'urcha deyli. Ammo arabchalik fohisha, shunday nihoyatda keng ko'lamdagi narsa. Yani bir tarafdan bunun o'zi mesela er olsun, ayol olsun kiyinish jihatda. Nahatelqi inson qalbidan chiqayotgan darajadagi bundaq kiyimlarni kiyishning o'zimi, yana bir qism er ayollar bor, nahayat uchiq kiyib olgan, her yerlarning o'zini uchiq qilib olgan shundaq darajadagi buning o'zini Qur'oni Karim nima deydi desa, buni fohisha deydi. Nima desa, qabih, ya'ni boshqalarning o'ziga yaxshi ta'sir bermaydigan, yomon ta'sir beradigan aytgan vaqtida bundaq bir harakat o'g'ashqa buning o'zini Qur'oni Karim fohisha deydi. Buni agar boshqa insonlarniki nimasiga ideyasiga ta'sir ko'rsatgan darajada bo'lsa, hukumatga misol bizniki musulmon qizlarimiz
kiyimni, musulmoncha kiyim undaq yurdigan gap hamdi. Shundaq vaqtning o'zida u yerga qalaymagan ashundaq kirib, ularni alqi musulmoncha kiyimning o'zini eyplab yoki haqoratlab qildigan bundaq insonlar mavjud hozirgi vaqtida. Bundaq vaqtida bu odamlarni ham kiyim jihatda bolalarga biz qo'sh kiyimni kiymamsa degandek qilib qilgan bo'lsa, unikimi jazosi berildigan bir insonlar bo'ldi degan gap hamdi. Onunğa hükümetke arz qilish orqali o'zining huquqini qo'g'dab, o'zining musulmonligini qo'g'dash vazifasi bor degan gap. Xo'sh. Ahmetcan sual binasıl bağmıyor. Avaz yok. Avazını kemedi. Mikrofon. Ahmetcan avazını kemmedi. Şuraya durdu adam. Mikrofon. Avaz yok. Ahmetcan'ın gibini anlık olur mu değil hacım he? Siz anlamadınız. Yok anlayamadım. Ya ağzını izletmezler de şimdi. Bugünkü bu temada şu bana yanıltıcılığın neyse payişinin aniqlaması oldu. Payişini her qandaq normal ölçemden çekkin aşkıçlarının hamısınınki ortak atalğısı şekilde sübetlendikin. Bunu öğrengen bulduk. Anadaki dikkat qilish tegishli masalalardan birisini bayat ustazım deb o'tib ketdi. Başqa əməllərdə yəni tosqan bolsa, onu qınma etmə degan bolsa, zina məsələsində yaqınlaşma deb kelganligini Qur'onda debdi. Çünki zaten siyliq yerdə mangsang yıqılıb düşsən, yarının levidi mangsang çüp gitsən, şuna ehtiyat qil, jiroqroq tur degan şekilde insanın tabiatini Allah yaratgan zat öz bilgenligi üçün onun yaqinlashgandan keyin buningga chukilganligini bilganligi üçün onunla barma emas faqat yaqinlashma deb uni ogohlantirish berganligi ham bir aql egalari uchun alohida bir nima ekan diqqat qilish tegishli masala ekan. Mening bu Ramazan demek yüzümüzün ayda tutmayışka, uzak duruşka, şununla çenip durduğun, yüzümüzü terbiyeleydiğin bir yaş fırsatçısı var. Elbette. Geplerini dağıtıp aldım, dağılmıştı ustaz. Ya, benim gipim tüküde sualım yok bugün temalarla kadar. Hemmisi ochiq bir masalalar hamda. Eng muhimi haligi Albertin sizlarda bilib ketdingmi bu islomiy hokimiyat yoki shariat davlatining alomatlari sifatida kishilarning iniga singib ketgan ifodalarni beradigan haligi chalma-kesak, darra, kalla kesish qatorliqlarninki xato hukm ekanligini bayaqdan deb ketdik aynan. Manda bir iş var çok. Eğer de bizim vatanda ma'lum bir yani İslami devlet, İslami şeriat kanunu icra kılıp bunu da depçe bir yerde tallap aşağıya bəyse biz güçü. Biz aşağı kolunu oğurluk kılanın kolunu kessek, zina kılanın beşini alsak, çalmak istek kısakça, moşu kanunla icra kılınsa insanlar düşündü ki bu yerde bir İslami devlet kuruldu. Aşağı Xi Jinping'e rahmet deyişi mümkün mü hacım? Elbette. Manda çatakış var çok. Onda bir hakimiyet kurulup qalsa, o yerdeki insanların hamısını meyip qilib tashladı o adam. Besini qo'lini, besini putini kesib tashladı. Endi mushu Qur'ondan uzoqlashgandan keyingi turli mazhab, iqim, lekin siyosiy hokimiyatlarninki maqsad g'arazlarda shar'iylangan va shuningga burmiltilgan mazmunlar halijiq yoritildi shu nimada programmamizda.
Masalan, o'g'rining qo'lini kesinglar degan mazmun kelgan chog'da ustoz o'g'rining qo'lini emas, uning o'g'irlik qilayotgan ehtiyojki qisqilchilikni kesinglar shaklda javob nima qildi, ogohlantirish berdi, ya'ni shariat izohladi. Arliqda yana qaysi kuni bu to'pdimi boshqa Hamid Nasrdan qarindoshlarımızdan yana bir nimasini anglab qoldim. Bu Musa alayhissalomning qavmida kalaga butqa cho'qingan Samiri yasab qo'ygan butqa cho'qinganlarni cho'qinmaganlar o'ltirsin degan oyatni hozir qadar hammalar shunday tushunib kelgan edikda. Ama ashunga nisbatan yangi bir izohat o'ttirg'i chiqdi. Ya'ni aslida islomning Kut maqsadi insonlarni o'ltirish, jazolab, qandoqda mana qanaqdek meyib cho'loq qilib o'tish emas, vayron qilib o'tish emas, tuzitib bilish, aplab saplab uni bir o'ngishib bilish prinsipini asos qilganligini bag'an sir aniq tushunyapmiz endi. Albatta. Qur'onda misol ashunday bir jinoyat o'tkazgandan keyin oxirisi tövbe qilish haqida buyruq berdi Alloh taolochi. Agar o odamni o'ltirib etsa, qanday o odam tövbe qildi, o'lgan odam qanday tövbe qildi? Misol shu Musa alayhissalomniki nimasimi faqtulu anfusakum degan oyat bor-ku. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaykum innahu vat-tawwabur rahim deb tugaydi oyat. Buning o'zini shu ishkilisni aniqlik. Buni da yoki jinoyat o'tkazganlar, cho'qinmaganlarni o'ltirib degan bo'ldi. Yoki olmaydi. Nima deydimdi? Ashuna o'xshash bir narsalar izohlaqliq. U yerda yoki o'zing shu jinoyat o'tkazganlar o'zingni o'ltirib deganini bildirdi. Bir odamni o'ltirish bo'lsin yoki o'zini o'ltirgan bo'lsin, u odam o'ltirganlik jinoyatni o'tkazgan bo'ldi odam. Bir odam o'zini o'zi o'ltirsa, odam o'ltirganlik jinoyatni o'tkazgan bo'ldi. Nima qilsa, o'zi bir odam o'zini o'zi o'ltirdi, odam o'ltirgan jinoyat bilan o'lgan bo'ldi. Alloh taolo odam o'ltirgan odamga, qasddan odam o'ltirgan odam bergan jazoni nima dedi deganda, qiyomat kuni abadiy jahannamlik bo'ladi deb Qur'oni Karimda bayon qilingan. Bu shu oyatning o'zi nima deydi desa, masalan, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum deydi. Bu nima degan gapdir? Fatubuning o'zini oldiga keltirdi. Allohga tövbe qilish orqali sizlar nafs xohishingni, yomon ishni qilishga targ'ib qilgan nafsingni o'ltiring deydi Alloh taolo. Bizda bor bunday gaplar. Başka yerdə tərcümə qılğan çağda nəfsi deb aladı bulucu. Amma yer degəndə unumaydı-cu. Aşağıda çünki burunqi fiqh alimləri yoki məzhəb alimləri anda tərcümə qılmagançı bulucu. Aşağıda çıxdamaydigan gap. Shuning uchun bundaq yerda Alloh taolo insonniki xatolik o'tkazganligini bilgan bo'lg'achqa Qur'oni Karimda misol fa'alhamaha fujuraha va taqwaha degan oyat bor. Alloh taolo insonni yaratgan vaqtda u insonning xususiyatida, insonning iqtidorida yaxshi ishni qila oladigan, yomon ishni qila oladigan bir iqtidor bilan yaratganligini bayon qildi shu oyatning o'zida. Zaten bir inson dunyoga kelgandan keyin bir aqli o'sha joyidagi bir inson xolisi qavaxonaga berib, aroq ichib, har xil o'zi shu diskotekani o'ynab, kelimdiz bora oladi. Xolis jamiga borib namoz o'qib, yoki birisiga yordam qilimdiz qilib qila oladi misol. Xoslik qilimdiz qila oladi. Demak, insonda shu ishkil iqtidor bor degan gap. Hamda inson shu yerda qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha deydi. Shu oyatning oxirisida. O o'zini pok tutgan odam nijot topadi. Pok tutmaguncha desa, nim bo'ladi deydi. Va qad khaba man ziyon toradi deydi. Bu aniq turdi shu oyatning o'zida. Demak, u yerda sen nafsingga berilib, yomon ishni qilish iqtidoringga berilib, yomon ishni qilib ketgan vaqtida sen ziyon tortsa, sen o taraf berilmaymi, yaxshi qilgan tarafingni ish qilsa degan gap hamdir. Chunki inson degan yaxshilikni, yomonlikni bila oladigan iqtidor egasi bo'lgan narsalar u. Unda qo'ygandan keyin u yerda Alloh taolo iqtidorni bermasa, faqat yaxshi qilganlik qilib qo'ysa,
o vaqtda o insonda hech qanday tanlash erkinligi bo'lmaydi. Alloh taolo dunyoda insonga tanlash erkinligini berishdi, insonning vujudida yaxshi ish qila oladigan, yomon ish qila oladigan iqtidor bor degan gap. To'g'ri. Shuning uchun o inson yaxshini tanlab qilsa, savob bo'ladigan, yomon ishni qilsa, tanlab qilsa, gunoh bo'ladigan bundaq o'zi prinsipni bekitgan Alloh taolo. Erkin irade. Yani Kur'an-ı Kerim mana aytgan vaqtida e'tiqod erkinlik, fikr erkinlik deydigan bu erkinlikdan keng berilganda, bu erkinlikning o'zini insonlar o'zinikini o'zi bug'ib andekin hamandaq qilib olgan. Bo'lmasa Qur'oni Kerim bundaq yo'lni nayt keng. Endi balaq jazoga aloqador mazmunlarda to'xtalib o'tdik. Uning faqat ba'zan jazolarninki shaxslar tarafidan yoki ma'lum bir guruh insonlarninki hukm bilan ijro qilib bo'lmaydiganligini shariat mahkamasi deyildi burun. Hozirgi qozixona yoki sud mahkamasi xarakterdagi bir kollektiv organda tarafidan belgilanishi lozimligini deb o'tib ketdilar. Endi masalan hozirga qadar masalan o'tkazilgan gunohlarninki kafarati yoki jazosi deyilib kechilgan hukmning ijro qilinganligi shu kishining shu gunohni qilmagan bir seviyaga ekildiganligi bilan ta'riflanib keldi-da. Ya'ni bugungi hayoti dunyoda shunga shu jazo berilgan bo'lsa, qiyomat kuni uningdan u ishning hisobini qiyomat kuni so'ralmaydi degan shaklda tushuntirilib keldi. Birinchi savol mush to'g'rimi? Ikkinchisi, agar bu dunyoda ajdaq bir jazoni tatamay ketib qolgan bo'lsa, qiyomat kuni qolamdi yoki afv qilinamdi, qanday? Albatta, bu dunyoda agar uningga muvofiq holatda sud tarafdan hukm qilingan bo'lsa, u odamning bu dunyoda qilgan shu qilgan ishiniki jazosi bu dunyo tugagan bo'ldi endi. Agar endi bir qism ishlar bor, shaxsiyning orasida bo'layotgan ishlar bor, misol o'tgan yil dedilar. Besiga pul versak, qarz pul versak, bermaydigan odam bor, qanday qilamiz degandek bir gapni qildilar, bu qarz. Bunda odamlar bor. Bu adamdan amalını eriş gerek ama kıyamet günüsü bu adamlardan o ceza, o neyse elindemdi. Bunda adamlar bunun özünü biliş gerek aslında hem de eğer Müslüman adamlar olsa bunda neyse bilsek yaxşı olurdu. Bana bir iş var ki, bana Türk'lü bile işte bir işe düş kep kaldım şu. Bizim dünyada bir hakkı yok lakin şu. O ben bu şu hakkım ne? Sen seni kıyamette alımayan dep şu hakkını kıyametke erişit bilen korkutup edemi şu. Madem barmakını oynatmak şuldayken de bu hıl işlerden yani biz korkudikenmiz bizim tilimizde o asan çıkmayla bu gep şu. Hem kıyamet gibi ep koymayımız. Bir şeylerle melkul ettiğimiz her kıldığın işini şu. Hem malı da hakkımını halal etmeyme. Kıyamette ben Allah'ın aldığını alıma edepçi. Biz şunda kabul kaldıklarımız, ben kıyamette üzemnin ki sual soruğa turamdım ya ki ben senin sualına cevap verem diye Allah'a cevap verdiğim tutsam ben çöm. Yani sen niye dur bunu hakkımda bir edep durmasın. Yok hak olmuştu çöm. Aynen da bir xil sınır vakiyen bulanı çöm. Ama belki hukuk meselesinden bir hukuk to'xtalgan bo'ldik. Hukuk inson bilan insonning o'tirishga hukuk kelgan vaqtida, masalan, bizda yani bizning iqtisodiy yoki anda haqqi bo'lgan bo'lsa, bu dunyoda uning o'zini agar ololmagan bo'lsa, Alloh taolo uningdan u odam Xudoga istig'for etish bilan u huquqdan Alloh taolo uni kechirmaydi-ku. Chunki u inson bilan inson o'tirish huquqi bo'lg'achqa, uni Alloh taoloniki ko'chirish doirasidagi bir huquq masalasi emas u. İnson o'zi ko'chirish kerak. Masalan, meniki besida pulim bo'lgan bo'lsa, men bo'ldi o'tib ketdim desam, u vaqtda u bo'ldi. Alloh taolo uningda o'tgan gap. Agar men o'tmasam, u qiyomat kunida Alloh taolo uning jazosini u odamga o'titdi degan gap. U qiyomat kunida nayt eg'ir bo'ldi, men Qur'onda natijada bor unda oyatlar uni pul moli uni qutqizolmaydi. Masalan, vaylul likulli humazatul humaza degan oyatning o'zida aşı allazi nimalqi
O mesela nima Numaca. aşı sörünün özünün bütünlüğü aşı pul mal haqidagi narsa. Çünki insoniyatda eng birinchi o'rinda sınaqdan o'tishga o'ta oladigan inson nima desa, iqtisod sınaqdan o'tsa, u odamga ishonishga bo'ldi hozirgi vaqtda. Bir odam bir iqtisod jihat muomala qilgandan keyin iqtisod muomalada jang chiqsa, u odam xali ishda jang chiqadi. Agar u iqtisod jihatda jang chiqmasa, u odamniki o yolg'onchi kazzobganligi, bu musulmonlikmi yolg'on ekanligi aniq bo'ldi oxirida. Aylıqı. Ma bizimki turmuşda haqning og'zida turmuş tecrübesinde mana deyildigan bir adamni ishinish uchun birisiga o adam bilan bir taqa tuzni birga yapa qilsa, undan keyin pul elish verish qilib qilsa o'tneyelim. Ondan keyin safarda birga safar qilib qilsa deb. Shu uch nimadan o'tganini o'tadisa, o adamga ishonsang bo'ladi deb. Albatta. Shu halqi do'stingni safarda sina degan bir gapmi bor bizda. Safarda iqtisodga ehtiyoj tushdi, do'stlikqa shu birga yo'l menishga ehtiyoj tushdi shunday vaqtda. Demakki, jilib aytgan vaqtda dunyoda insonlik manfaatning ustida talash tortish qilgan bir maqsad bo'lgandan keyin yashash uchun pul kerak, iqtisod kerak. Shu iqtisodi nimadan o'z imtihondan o'ta olsa, do'stlikdan o'ta olsa, u vaqtdagi narsa, u vaqtda uning bilan do'st bo'lishga, har qanday bir ishni birga qilishga, hali ishga yaraydi desa bo'ldi endi. Bo'lmasa, uni o'ta olmagan odamlarni biz nurg'a odamni ko'rdik zaten. Ama onun da ötüş için ama Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayet iktisadi münasebetine toktanlaş. Toktan tüzüşünde ama aşını beş izveliş kancılık bilens bəyədə aldı degəndək şumuş. Toktan toplum iktisadi münasebetini bir taraf kılıdığan, kanunu güçlü kılıdığan, aziziyetini peseytildiğan nasıl şuken. Ama biz Müslüman durup bu işte kılmaydık yenmez. Ama bu kafirler, yani Müslüman emesler, bununla acayip dikkat kılıdık yani. Bir kuruş, birisinin pul dersime, asıma, ya ki şirket kursuma, ya ki məlum bir proje, məlum bir türünü birge kılmak olsa, aşınonda hak, hukuk, hangi persen var, hemmesi yazıp mağdık yani bu için. Şunu bunların işi aldırmadık yani. Ama biz Müslümanlar var, levzimiz şu, levzi o deplan. Aynalı keçilikimiz anki o levzi olmaydıkken, netçilik kılgan nimeler, capalar bir yere hep gelip, pulvanın gibi 10 pul yokluğun gibi 10 olup gelip, bu işe durgun vakti serip kılgan adamlar sırtı gelip diyendek şu. Ondan ki özleri arasında acayip ziddiyet peyda olup kılgan işkenen düşün. Bulgan işken. Şuna buna dikkat kılış gerek. Hiç olmasa kafirlerin aşirden ügünüş gerek. Aslında Müslüman bu. O hüccet biz meni ümdüm ba. Hüccet olsun bermeydi şu. Eyvallah. Yani nimal olmasın işkili kanuni cihetten özleri qoğdaş üçün o hüccetlikin köşter ayırdı değil mi? Eğer açıkları tutup ben bir muşubalı bir resmi kanuni yolu için bir taraf kılaydı, kılalaydı mı? Doğru. Bugün temada yana bir qo'shimcha bir ikki mazmunga aloqador savol aqlimdan kechdi. Biri resmiyet to'g'risida gap bo'lardi, nikohninki resmiyati. Buni cho'qim shariat bo'yicha imomlarning nikoh qilinishi ham shuning ichiga kiramdi va yoki o qandaq bir organ bo'lishidan qat'iy nazar bir jamoat tarafiga oshkor e'lon qilingan bir sistemadagi resmiyatmi shuning ichiga kiramdi. Hozirgi vaqtda mana bu hukumatniki to'y xiti bergan yerlar bor-ku. Shu yer to'y xitini elishga qiz bilan yigit berib, ikki talla guvoch bilan ashak borsa, shu yer to'y xitini bergandan keyin
Zaten hiç qandaq bir guvoch bo'lmagan taqdirda shu to'y xitini bersa, u odamniki qonunliq bir nikohlanganlik hisoblanadi. Chunki O to'y resmi xitning o'zi guvohchilik yaraydi-ku, u yerda tamg'i besiladi, qo'l qo'yildi misol. Buni davlat e'tirof qilgan bir narsa bo'ladi-da. Davlat e'tirof qilgan narsa bo'lgandan keyin u yerda burungi vaqtda shohidni tortishdagi maqsad nima degan vaqtda o şahitlikqa o şahit bo'lmasa, onasiga ya qo'l qo'yib hujjat yozgan binasi bo'lmaganligi uchun u bo'tgan narsa. Zinonik nemisimi shu şahit to'g'riliq nima qiladi? Şahitniki masalan hozirgi vaqtda hech qanday bir odam yo'q. Bir eril bir ayol zinoni qildi. Bu zino qilgan bo'lishi mumkin degan bo'lsa, uning o'zini doktorxonaga olib shunday tekshirsa, o doktordan shunday bidamcha chiqdi u narsa qilgan qilmaganligi haqida. Shu qog'oz 100 odam bo'lsin, 1000 odam bo'lsin, shuni guvohlikqa yaraydi misol. Bunday narsa. Isbot bo'lish kerak. Manaki dini nikah, resmi nikah deb mandaçı ayrı oladigan. Dini nikah olmasa o resmi nikah mı hesap emas depçi. Manda gapli varmı? Ular xatoda dini nikah deb nikah. Hozir ashuning o'zini diniy nikah bo'lmasa bo'lmaydi deyishda u foydaga manfaat ko'rib taqishilgan narsa u. Nikah qilganiga uning pul bergan gap edi. U molla ashna olgan vaqtda hozirgi vaqtda. Unda qo'ygandan keyin u turgan gap. Ma fiday qarindishimiz qilma deyildi o gaplar, menga mı deyildi? Bu mallarni bilan nimoch etishsinlar, bir hech bo'lmasa haromdan bo'lib qolmasliging uchun ananglar bilan dadanglarni nikohlab qo'yishga bo'lsa bir foydasi bo'lgan bularni deydi-ku. Asli o onda bir narsami kerak emas asli-ku. Albatta. O har qanday bir davlat bo'lishini qat'iy nazar, mayli xristian davlati bo'lsin, mayli yahudlar bo'lsin, mana Yevropa bo'lmasa, yoki mayli shu kommunist davlatlar bo'lsin, bir insonlarni o'tirib davlat e'tirof qilgan bir kenishki bo'lsa, nikoh qog'ozi bo'lsa, u bir odam qilsin yoki 10 odam atrofida tursin, hech qanday farq etmaydi. Shu guvohlik bo'ldimi, qo'limizda qizil kenishki bo'ldimi? Bo'ldi, u yerda u boshqa bir odam bilan alhamdulillah u yerda pankiyu matab minan nisa'i masna va sulas va ruba deb u qo'shilishi hech qanday hojat yo'q. Allah. Bunu gaplar turishunda birlikda. Endi bu asli nikah temisi ayrım bir tem bo'ladigan gap. Lekin men bugungi tem bilan bir qilishimni so'rab qopdim. Muti nikah bilan normal nikahning farqi shaklda. Muti nikah degan ma'laqqa Iron shiyalarda chiqiraq demakki bu. Muddat to'g'risida nikah qilgan avvallar. Bu normalmi, bo'lamdi, ruxsatmi? Bu muti nikah deganning o'zi endi nimada Qur'oni Karimda undaq bir narsa yo'q hamchu. Nikoh qilinglar, nikoh qilishdagi sabab nima degan vaqtda uning bir o'y tutish maqsadida nikoh qilgan gap. Mayli u nikohni pulib undan keyin bo'lamay bir kundagi ajrashib ketsin yo bir yildagi ajrashib ketsin, u o'zining ishi. Lekin beshidagi niyat uni o'y tutish maqsadiga qurilgan bo'lishi lozim. O'y tutishniki ustiga qurilgan bo'lishi lozim niyat. Ama o yerda bir kunlik, 2 kunlik uni o'ziniki dardini chiqarib olish uchun bo'lsa, u vaqtda u zina bo'ladi endi o vaqtda. Tamam, tushunishga oldi. Başka böyle iki savol vardı ama aklımdan kaçtı. Neyse. Bu arada her bir bizning an'anaviy elimizga singdirilgan yoki o'tilib kelgan nurg'un tushunchalarga bir nima o'zgacha yangi mazmun bilan singdirib kelyapti hozirgi nimada. Shunga bak jiqolib ketsa ba'zan singmay qolgan chiqadi ekan deb men ba'zan savollarni yuzitaman. Shuni so'rashga chaqirib so'raydi. Bugun bu ortiqlab ketdi yana herhalde asli temadan chekindi. Lekin bular mana zina o'xshash bir er bilan bir ayollar o'rtasida bo'lgan bo'ldi. Fohisha degani cheksiz, ya'ni u mayli o'xshash jinslar yoki o'xshamaydigan boshqa jins yoki shaylar bilan ilib berilgan, ya'ni aslida normal chekni oshgan ishlarning hammasi shundan kirib kelganligini
xulosalashga bo'lganligini tushundim men. To'g'ri. Mening boshqa nimam yo'q. Toshkentga nima qilib anchagina yig'ishtirib programmani jasaq Sen bo'ldi. bulan mı soruldu? Xo'sh. Acayip bir sual geldi başıma kallamda. Hem de hazır cemiyette nurgun adamlamada ayarlama mesela şu. Aşı böyle dedik resmi nikah emez. Şu nime şu imam nikahı bile Allah öy kurduğum. Onun dinkin o xotunla ağallama onu halga vaxtida yüzü talak kıldıgan. Onun dinkin o ayalının kim hak hukuku qo'llanmaydigan hech qanday bir yer uchun. Onun menda bir işlevi vardı şu. Bunu nisbeten mesela hem de resmi nikah belgini almay turup ayda nikah imam nikahı bilen nikahlangandan keyin akıbetki duş keldiğamdı. Bununla qanday qaraylansizlar mesela şu. Ya bununla bu Qur'ondagi nikoh qilishdagi maqsad nima degan vaqtda ikki yil tarafning haq huquqini qo'g'dash maqsad qilindi-ku. Shunda. Hamda burungi vaqtda shohid tutib, hamda ikki odam er tarafning bir ish kuchi, hozirgi vaqt to'y bo'lgandan keyin jiq odam shohid bo'ladi-ku. Ayol tarafning masalan bir qancha odam shohid bo'lishining sababi nima degan vaqtda bular rost mushundaq to'y qilgan. Bu mushundaq buningga mehr haqqi degan narsa va mushuni o'zini berishga mundaq kelishgan shu vaqtning o'zida deb u yerda nurg'un ishlarga shohid bo'lgan gap. Agar ajrashib ketsa, ha shohid bo'lgan odamlar u yerda yana shohidligini qilib, u yerda qozini oldiga berib, u ayolniki yoki qoz taraf nohaqchilik uchirgan bo'lsa, u yerdagi haqqini o'zini qo'g'dashga shohidlar guvoh bo'lib, u yerdagi haqqini qo'g'dash uchun qo'g'dab berdigan gap misol. Ham hozirgi vaqtda desa o bir qarang'i o'yini kirib lekin ikki odamni shohid qilib lekin 50 ko'yni berib uningga nikohni qildirib olib, uningdan o'zi o xotin o'zi ko'ngli yoqmay qolib qolsa, qo'ng'i tep chiqarib etib, uni xorlab hokazo qildiganga unda qilsa, o ilqi ayoldimi o'tgan bo'ladi, erdimi o'tgan bo'ldi. Bu qo'lda bir qizil qog'oz bo'lsa, davlatniki bir qog'ozi, nikoh qog'ozi bo'lsa, o vaqtda uni o'zini uydan chiqarayotgan vaqtda sotga berib, arz qilib, "Men mandaq qildi" deb o'zining haqqini erishga u yerda kafolatga ega bo'lgan gap. Uning uchun bu ayollar olsun, erlar olsun bu to'y qilgan vaqtda nikoh bu mollamniki nikoh bilan bo'ldi qilish bu nihoyat xato bir ishchi. Bu mollamning ishini yarmaydi vaqtida. Yani vaqt kelsa, yani 100 ko'yn berib vaqt shuni o ishni tunmaydigan bo'lib ketgan odamni jiq hozirgi vaqtida. Uning uchun amalni bericha davlatning nikoh qog'ozini erish kerak. Keyingi vaqtda beshiga bir ish kelib qolsa-mu, undan keyin davlatning sotga arz qilib, o'zining haqqini elib, o yerda odamdek o'zi, o hamma narsa erniki yoki ayolniki ras olmaydi bu yerda. Qosniki haq o'z shu o'tirga chiqargan gap. Buning uchun bu yerda nima degan vaqtda yang ichida to'y nima nikoh qilib olish. Ama Yevropada sambur deydi ma Norvegiyada ervel ayol to'y qilmaydi bir uy kirib olgan ishlar var misol. Uni bir kunlar kelgan chog'da qamlashamay qolib qolsa, astali o'zi o'yin tashlab chiqardi, qas chiqitish to'g'ri kelsa chiqardi. Bo'ldi. Chunki u davlatning oldida qonunliq bir yer kelmagan odam bo'lgandan keyin bir davlat kim az qilmaylik o'zini bilib lekin chiqadigan odam jiq. Keyin tug'ilgan balog'imi unda qilqa ega bo'lgan ish yo'q odatda. Şu anası qilib qolgan gap. Bu o'zi nima endi? Shuning uchun bütün eg'irlikni bitirib tashlab qo'ydigan mundaq nohaqchilikni o'tirib chiqmasligi uchun o'tirda davlatning qog'ozniki bo'g'ini nihoyat yaxshi bo'ldi. Ammo shu bo'lish kerak zodi. Tamam. Hozir bu ikkinchi, uchinchi xotinlikqa tekkan ayollarmi amalni berchi shunday qog'oz berishga tirishish kerak. O adamlar mı üç xotinni ağa adam bo'lgandan keyin shu ayollarniki hödüsün bütün o'z iqtisodiy har jihatdagi hödüsün chiqalagan agar chiqolmagan taqdirda davlatga uni arz qilib uniki o'zining haqqini ola oladigan bundaq bir holat shakllanish kerak ayollarda. Tamam. Bizde şu yine bir evvela bana dep qo'yish nimada to'g'ri topdik shuning uchun. Endi hozirga qadar nurg'un masalalarda asli maqsad hosil bo'lsa, orliqdagi vositalar bek muhim emasligi to'g'risida fikrlarni ilgari surib keldi sizlar.
Mesela bayatına delivatkan bütün resmiyet kağızlarının hammasi iki tarafınınki nikahta, yani turmuş birlikte kelishim hosil qilgandan keyingi so'zda turish turmasligi va keyingi mas'uliyatni ustiga ilish olmaslik nimasiga bog'liq hisobda. Asosan shuni maqsad qilingan bo'ladi. Yani insanlarninki o'zining lavziga nisbatan vabo qilish vazni nimasi o'xshamaydi. So'zda turish nimasi o'xshamaydi hamda. Ba'zilar hatto hayoti badiligimi so'zda turadigan yo'lni tanlaydi. Ba'zilar azroq ziyonni ko'rsam hamda boshqa yo'l tepib chiqib ketadi hamda qog'ini qo'qtirgan mollaga o'xshash. Hamda agar mushundaq bir tabiat avvallasida, ya'ni o'zining lavzida tura oladigan bir insonninki o'zining lavzini Allohning oldida bergan shu so'zni cho'ng bilish yoki uningda ching tura oladigan bir xususiyati yoki nimasi bo'lgan avvallasidami yana nimaga murojaat qilib turib olish yoki rasmiyat murojaat qilib turib olish qanday bo'lasizchi? Resmiyetga murojaat qilish nayt to'g'risi aşı oldu. Hem bu insan deganni minutun içinde o'zgarib turgan narsa hech bo'lmasa bir qancha odamni guvoh qilib bir narsa yezib olsa tek yaxshi bo'ldi u vaqtida. Hukumatni olamagan taqdirda-chi? Okey. Doğru. Tamam. Allah razı olsun. Benim sorularımı cevapımı aldım. Rahmet. Ben Oldu ma'qul. Allah anlaştık halgal özleri halap bizi doğru kelgan yo'lni tutamiz. Değerli ustoz, bugungi darsni mishada tamamlagan bo'ldik. Shundaymi? Bo'ldi. Mushat tamamlayli. Meylemse Ramazan Barakallahu bereketli Ramazan iyi inşallah hemimizdeki Kur'an'ı kolumuza kayıt edip düşünüp okup şu boyunca hayatımızga ölçem toğuzulgan ve elgekni Kur'an'ı elgek kılıp barlık nesirimiz şunundan ötküzeşke, süzüşke tirişidigan ama şunda insanlardan buluşka faydası bola bu Ramazan'dan bu derslerinin rahmetsizliğe pidayda itirilmiş. Elgek konuşma. Elgek. Mahalıkı logat qarab turqanlar ma'qulabsa Bo'ldi, ma'qul. rahmat. Allah razı olsun. Yaxshi dars Ma'qul, oldu. rahmat.